Mana o barmoqlarim titilib ketganda oyoqqa o'tishni boshladi. Men tuzalmayman shekilli dedim. Haqiqatda juda tushkunlikka oyog'imda yurolmay qolgan edimda. Qichish bo'ldi. Keyin sekin-sekin yorilish bo'ldi. Teri doktorlarga qaratdim. Necha yil bo'ldi umumiy hisobda kasallik boshlangani? 2 yilga o'tib qoldi. 1 yil davomida surunkali lecheniya bilan yurdim. Oxiri shu darajaga bordiki, shu qo'llarimni ko'tarsam uyalaydigan darajada bo'lib qoldimda. Oilada avlodda bormidi ekzema holat? Yo'q. Sizda paydo bo'ldi. Toshkentga bordim. Toshkentda ham yana bitta teri doktoriga uchrashdim. Ular ham shunaqa ekzema diagnoz qo'yishdi. Bir bu qaytalanaveradi. Sabr qilasiz degan gapni eshitdim. Shu sizni nimani ko'rdi-da, aya shundan tuzalasiz dedi-da. Mana siropingiz nihoyatda yaxshi ekan. Keyin sovunda ham o'sha terini himoyalaydi ekan, haqiqatdan. Shunaqa. Minnatdormisiz mahsulotdan? Mahsulotdan ham, sizdan ham. Buvayda tumanida o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanib kelgan va qo'rqinchli, hattoki qo'llari titilib ketgan holatga kelib qolgan ekzemali jarayondan aziyat chekkan opaxonimizni xonadonlaridamiz. U kishi o'zlaridan kechirgan, boshlaridan kechirgan muammoli vaziyat haqida biz bilan o'rtoqlashadilar va Dermalife kompleks mahsuloti yordamida qilingan lecheniya qanchalar samara bergani haqida o'zlarining og'izlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz do'stlar, vatandoshlar. O'zbekiston bo'ylab sayohatimizni yana bir ajoyib manzili Farg'ona viloyati Buvayda tumanida bir nurli xonadonda 19 yillik stajga ega bo'lgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Safiya xonapamizning xonadonlariga tashrif buyurganmiz bugun. Onaxonimizdagi ekzema kasalligi, u kishida boshdan kechirgan muammoli vaziyatlari va unga bo'lgan Dermalife kompleks yordamida qilingan yechim haqida biroz gaplashamiz. Safiya xonapa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshi keldilaringmi? Rahmat, alhamdulillah. Qo'lingizdan nur yog'ib turibdi. Ajoyib. Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, rahmat, charchamayapman. Hech bo'lganda bezovta qildik sizlarni, xafa bo'lmaysiz endi bizlar. Biz xursandmiz. Sizlardan inson kelgandan xursandmiz. Salomat bo'ling. Alloh quvontirsin. Safiya xonapa, nima bo'ldi o'zi? Bir chekkadan bir gaplashaylik. Nima holat bo'ldi sizda? Shu meni qo'llarimda qichish bo'ldi. Keyin sekin-sekin yorilish bo'ldi. Keyin endi o'zimizda shu tumanda teri doktorlarga qaratdim. Lecheniya olishni boshladim. 1 yil davomida surunkali lecheniya bilan yurdim. Lekin 1 oy yaxshi bo'laman, yana qaytalanaveradi. Oxiri shu darajaga bordiki, shu qo'llarimni ko'tarsam uyalaydigan darajada bo'lib qoldimda. Hali rasmini ham sizga tashlaganman. Ko'rdim. Mana o barmoqlarim titilib ketganda. Keyin mana u bo'g'inlar mana shu yerlar oqarib ketdi. Dermatozit. Hali bu tomonini bekitsam, mana yerdan ikkita nima oqarib qoladi. Keyin qo'lim tuzaladi dedim, lekin oyoqqa o'tishni boshladi. Tizzalarim, tirsaklarimda shunaqa qizarish. Surunkali ekzema holati. Shunaqa bo'ldi. Ular ham shunaqa ekzema diagnoz qo'yishdi. Mana Toshkentga bordim. Toshkentda ham yana bitta teri doktoriga uchrashdim. Uni lecheniyalarni ham oldim. Hattoki dadasi buyurtma berdi. U nima Gruziyanikimida haligi nimalari juda qimmat narsa ekan. Endi uni ham ko'rdik. Endi har qanaqasiga davolanib ko'rdik, lekin sizni haqiqatda o'g'lim telefondan topib oldi. Aya endi dedi, meni yuragim shu nimaga chopyapti dedi. Endi shuni ham bir ko'raylikchi dedi. Hali Allohning bizga bergan nimasimi? Haqiqatda o'zim ham ixlos qildimmi? Avvalo Xudo, lekin shu Safiya xonapa, uzr gapingizni bo'laman, bir gapda. Mana shuncha yil davolangansiz. Necha yil bo'ldi umumiy hisobda kasallik boshlangani? 2 yilga o'tib qoldi. 2 yil ichida qilmagan narsangiz qolmagan. Yo'q, qolmadi. Bir narsani hisobga olish kerak, sharoitingiz alhamdulillah yaxshi. Alhamdulillah. Kimda sharoit bo'lsa, shu lecheniya qiladi. Sharoiti yo'q odamlar ba'zan orttira olmaydi, to'g'risi. Sizlar hamma ish qilib ko'rgansizlar-da shu vaqtgacha. Mana akam ham ko'rinib turibdi, juda sizni tuzalishingiz uchun harakat qilganlar. Nima turtki bo'ldi? Mana qarang. Shuncha lecheniyalar qildim deyapsiz. Namanganga bordim, Toshkentga bordim, Gruziyani mahsulotini olib keltirdim, foyda bermadi. Birdaniga qanaqa qilib shu narsaga ishonib qoldingiz? Shu nima turtki bo'ldi nima? Ana shu yerda zinada o'tirib yig'lab o'tirgandim-da. Keyin o'g'lim kelib qoldi. Keyin aya yana yig'layapsizmi dedi. Men tuzalmayman shekilli dedim. Haqiqatda juda tushkunlikka, meni ruhiy holatim nihoyatda nimaga tushib qoldim-da. Hali yig'layman. Bolalarga ham ortiqcha nima qilib yuboraman. Dadasi ham diqqat bo'lib qoldi. Keyin
shu sizni nimani ko'rdida aya shundan tuzalasiz dedida keyin men ham o'zim sizni nimangizga kirdim Telegram gruppangizga gruppangga, ha. shuni gaplaringizni eshitib turib hammani bitta eshityapti men tuzalaman baribir tuzalaman deb haqiqatda birinchi o'rinda ixlos qildim Ixlos, birinchi o'rinda ixlos qildim Albatta. keyin nimani vaqtiga qo'yib ichdim vannachalar vaqtida qildim Parhez qildingiz. parhez qildim oyog'imda yurolmay qolgan edimda nimasi u kelinim qo'rqib ketardi Ha. mana endi xudoga ming martalab shukur Oxiri. hozir bolalar ham keladimdek gulda ushlamoqchi bo'lsam pirchetkada ushlang aya Ehtiyot yana bo'ling. qaytalanib qolasiz endi ehtiyot qiling deydi Hali ham qilyapsiz parhezlarni? parhezlar qilyapman o'sha siz umuman nimangiz bo'yicha yemang degan narsani yemayman hech qaysisini Vitaminlar ham qo'shib ichdingiz. ha vitamin ham ichdim o'sha birinchi o'rinda hali ma'ruzangizda D vitamin uni joy joyiga qo'yib ichdim Ana ko'pchilik e'tibor bermaydi D vitaminiga. Zotan bizni hududlarda quyosh zo'r bo'lgani bilan D vitamini yetarli emasdi. Quyosh zo'r. ertalab yurishda aytgansiz mana ertalab 2 kilometr yuraman Mashalloh. xudoga shukur o'sha 7da 8da deyilganingizga haqiqatda itoat qildim quyosh Bu nurida D vitamini o'sha payt bo'ladi. o'shanda ko'proq quyoshni nuriga qo'limda tutib turaman lekin hali nima deydi siz sabab bo'ldingizda Shifo Allohdan. alhamdulillah Endi o'zingizga biza shukr. yo'l yo'riq ko'rsatib qo'yish bizning vazifamiz. Ko'pchilik endi bizga murojaat qilganda tushuntiramiz, buni qiling, bunga e'tibor bering, parhez qiling deymiz. Endi uni qilgan odam rezultat ko'raveradi. U odam o'ziga bog'liq. o'ziga bog'liq Qilmaydigan odam qilmaydi. Biz ko'p kuzatamiz-da, mana parhez qilyapsizmi desa, ha parhez qilyapman, o'zi ham ikkilanib gapiradi-da. Biz odamlar bilan gaplashib allaqachon anaqani ajrata olamiz-da, yolg'on bilan haqiqatni. Parhez qilayotgan odam qilaman deydi-da. yo'q parhezni joyiga qo'ydim o'sha yemang degan narsangiz umuman yaqinlashganim yo'q Parhezda gap ko'p-da ajon. o'sha parhez ekan Qo'lingizni deb mana shu qo'lni holatini deb mana o'zingiz aytasiz uy ishlaridan nima qilib qolgan edim, ozorlanib qolganman. Maktabda dars berishni ham shuni deb tashlaganmisiz yo o'zi keyin to'xtatganmisiz maktabda dars berishni? yo'q maktabda o'zim to'xtatganman O'zingiz to'xtatgansiz. keyin shu bilan pensiyaga chiqqan Pensiyaga martaqaga chiqdingiz, chiqqanman Maktabda qiynalmaganmisiz? yo'q maktabda Keyin paydo bo'lgan bu narsa. ha bu keyin bo'ldi Oilada, avlodda bormidi bu ekzema yo'q holat? hech kimda Sizda yo'q. paydo bo'ldi faqat. menda bo'ldi xolos Ekzema shuni o'rnida bir narsani eslatib ketishimiz kerak. Ekzema bu o'tkir yallig'lanishi, terining yallig'lanishi bilan kechadigan proses. Va buni davolashda albatta parhez choralari, qo'shimcha vitaminlar, tartib, qoida, intizom nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Biz odatda psoriazga, boshqaga parhez haqida gapiramiz, lekin ekzema ko'pincha e'tiborsiz qolib ketadi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Har qanaqangi teri kasalligida. U oddiy gripp shamollashda ham hattoki parhez muhim. Bu shunga zotan amal qilganingizdan endichi bir narsa. Shifoni Alloh kimga lozim topsa shunga beradi. O'zi asli. alhamdulillah Qolgani biz qilamizda yechim. Harakatini qilamiz, yechimini o'rgatamiz. Shifoni kimga lozim topsa shunga beradi. Tuzalmayotgan men tuzalmayapman, men tuzata olmadim degan odam bir o'ziga ham bir oynaga qarab ko'rsin. To'g'rimi? Bundoq qarab ko'rsin. Qani nima uchun men tuzalmayotgan ekanman? Qayerdadir bir xato qilmayotganmikinman? Tibbiyot xodimlari ko'pincha taqdir masalasini chekkaga surishadi-da. Taqdir endi qo'limizdan kelgan chiqar ekan. Yo'q, bu yerda taqdir degan narsa ham muhim. Tuzalishni nasib qilgan bo'lsa, Alloh o'z sababini yo'lingizdan chiqarib gruppaga qo'shib qo'yadi. Mahsulotni oldirib qo'yadi, olishga qodir qilib qo'yadi, mahsulotni olib ishlatishga, ichishga lozim qilib qo'yadi sizni. Siz kirasiz, olasiz, mahsulotdan foydalanasiz. Alhamdulillah, ham qo'lingizni bir ko'rsating endi. hali yordamchingiz bor ekan ismlari kim ekan ko'p aloqaga chiqdim Alisher. ha sizda endi ko'p nima bo'lmaydi to'g'ri ham gaplashamanda o'zgarishlar nima bo'lyapti deydi shunaqa o'g'lim desam keyin vannachalarda buyurib berishadi keyin mana uni bunaqa qiling rahmat o'g'lim deb Sodali duo vanna qilaman ha qildim keyin uksuslarni buyurishdi 4 xil 5 xil vannachalar buyurdi aytganlarini qildim Yaxshi. allohga shukur O'zi qarang mana shuncha yillardan beri qilingan lecheniyadan keyin birdaniga oyog'ingiz tagidan shunaqa narsa chiqib qolishini xayolingizga keltirganmisiz? O'zi aytyapsiz, mana tushkun bo'lib qolganman, tuzalmayman deb o'ylaganman. men endi tuzalmayman shekilli deganmanda endi hali bu nima deydi endi o'shani ham eshitdim bu boshqa nimaga borib ko'rmaysizmi baribir bu qaytalanaveradi endi sabr qilasiz degan gapni eshitdim doktorni o'zidan Doktorni eshitdim shu gapi, gap keyin o'shandan keyin o'sha o'g'limga aytdim men tuzalmayman ekan desam yo'q aya siz unaqa demang mana yaxshi bo'lib ketasiz hali u boshqa kasallarda nimasi chiqyapti meditsina rivojlanib
yo'q, mana Allohga shukr, siz sababchi. Qarang, qaytariladigan kasal tuzatmaslikka asos emasda. Ya'ni dard bergandan keyin uni yechimini qidirishimiz kerak. Bizning vazifamiz shu. Kim tuzalmaydi? O'zi xohlamaydigan inson tuzalmaydi. Shunaqa odamlar bo'ladi, o'zi xohlamaydi bu narsaga. Gapirgan gapingizni ham yarmini eshitadi, yarmini eshitmaydi. Bu yoqdan kirsa, bu yoqdan chiqib ketadi. Alhamdulillah, yuzimiz yorug'ligidan xursandman oldingizda. Minnatdormisiz mahsulotdan? Mahsulotdan ham, sizdan ham. Hali xabarlarda hali ba'zi birlar sizga anaqa gapirsa, chidamayman. Men ham yozib yuboraman. Keyin achchim keladi-da. Har xil odam. Sen oldin bog'lanib ko'r, nima ichib ko'r degim keladi. Mana siropingiz nihoyatda yaxshi ekan. Ana shu keyin men endi hech kim menga shunaqa ichki tomonda nima qilish kerak demaganda. Faqat surtma. Keyin o'sha hali oddiy tabletkalar. Keyin men shuni da aytdimki, shu nima siropni foydasi juda katta bo'ldi. Keyin sovunda ham ko'piklatib turgandan keyin o'zgarish boshqacha bo'ladi-da. O'sha terini himoyalaydi ekan, haqiqatdan. Shunaqa. Haqiqatdan foydasi yaxshi. Teri kasalligidachi ajoyib, mana qarang. Hech qachon teri kasalligida faqat tashqaridan mazza uzun so'kab qo'yganingiz foyda bermaydi. Chunki bizning terimiz ichkarini oynasida. Ichkarida bo'layotgan proses haqida bizga xabar berib turadi. Terida qandaydir o'zgarish bo'lyaptimi, bilingki ichkarida qanaqadir patologik jarayon kechyapti. Yallig'lanish kechyapti, qanaqadir autoimmun proses kechyapti. Demak, biz asosiy e'tiborni ichkariga qaratishimiz kerak va sirop vositasi siz aytganingizdek o'sha detoks funksiyaga ega, восстановлениyaga va regeneratsiyaga qo'llab-quvvatlovchi vosita. Oq dog'lardan ham hattoki rezultatlar ajoyibda. O'zingiz ham guruhda kuzatib boryapsiz. Kuzatib boryapman. Hali oq dog'lar. Shunaqa o'sha o'g'lim ham ko'rsatib, "Aya, mana buni qarang, shunaqa yomon kasallar ham tuzalyapti-yu, siz hech narsa emas." deb, hali nimadan chiqib ketdim endi, Allohga shukr, hozir xursandman. Endi yana bir narsani aytaymi sizga, bitta zo'r. Bu mahsulot mayli, xo'p, sizga yaxshi ta'sir qilganidan xursandmiz. Bu yerdachi siz atrofingizdagi aura ham yaxshi-da. Farzandlaringiz. Shunaqa insonlar bo'ladi, onasi bechara zakaz beradi ertalab. Obeddan keyin o'g'li telefon qiladi, отказ berdilar. Olmaymiz biz. Lecheniya qilmaymiz dedi. Shunaqa odamlar bor. Ona bechara olgisi kelib turibdi. Qizi telefon qiladi, olmaymiz biz ham. Nega? Onangiz olmoqchi-ku mahsulot. Yo'q, biz ishonmaymiz bunaqa narsalarga. Ona, sizni yutug'ingiz okam yoningizdalar. Bular alhamdulillah umrlaringiz yugurishib boradi. Bu ham so'rab turadi, ishdangizmi? Ertalab ishdangizmi? Hammasi so'rab turadi-da. Siz yutug'ingiz bu, katta yutug'ingiz. Allohga shukr, rahmat. O'sha aurangiz yaxshi, toza, shuning uchun haligi nima deydi? Palagi toza, zoti toza odamlar oilaviy bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Alhamdulillah, xursandmiz sizdagi rezultatdan. Kech bo'lishiga qaramasdan, o'zi shomdan keyin kelish odobsizlik. Kech bo'lishiga qaramasdan eshigingizni ochib qabul qilganinglar uchun kattakon rahmat, boringlarga shukr. Endi o'zi asli nimaga men viloyatga safarlarga chiqaman? Alloh aytadi-yu, bemor duosi beparda qabul bo'ladi. Men siz duoyingizni olgani keldim. Shunga bir og'iz duo qilasiz. Keyin keyingi manzilimizga yo'lga chiqamiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Ya Rabbim, shunday ulug' kunlarga yetkazdirganingga shukr. Shunday ajoyib, shirin so'z, elda shifo qiladigan, shunaqangi ajoyib o'g'limni meni xonadonimga tashrif buyurgani uchun alhamdulillah, Alloh o'zingga shukr. Allohim, mana shu bolajonlarimni umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilgin, yurgan yo'llarini xayrli qilgin, hamisha iymonlarini bardavom qilgin, ihsonlarini doimiy qilgin, hamisha elda xizmatidan charchamang. Birinchi o'rinda oilangiz tinch bo'lsin, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Ilohim, yaxshi kunlaringizda bizlar ham sizlarni yo'qlashlikda Alloh nasib qilsin. Hamisha yaxshi kunda kelishda Alloh sizlarga ham nasib ro'za aylasin. Ilohim, sizdan mingdan aziz Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, Dermalife teri sog'lomlashtirish markazini o'zini qadriyati bor. Bu qadriyat bemorlarning holidan xabar olish. Boshqa kompaniyada bu narsa yo'q. Boshqa kompaniyalar balki bizdan o'rnak olishar. Bemorning oldiga borasiz, bergan mahsulotingiz qanchalik rezultat berayotganligini ko'zingiz bilan ko'rasiz. Rezultat yaxshi bo'lmasa, yana qo'shimcha yordamini berasiz. Ana shunda topganingizda baraka bo'ladi. Biz bundan xursandmiz. Sog' salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat.